Hadisda qiyomat kuni hammadan ko'proq azob chekuvchi o'z oilasini nodonlikda qo'yg'uchidir deb ko'rsatilgan. Biz yana nima uchun o'qitish usulimizni isloh qilmaymiz? Hozir Misr, Istanbul madrasalari islohot yurgizib, jiq unum hosil qildi. Men chinnigan odamning hammasi kelishdi. Bir oshu dahriy domilli kammidi. Bu dahriy oshundoq yo'nab ketdimi? Har qaysilarda katta boylarning talabi shundoq bo'ladigan bo'lsa, Abduqodir degan murtadning bir tomchi qinni ichmaydigan bo'lsam, Allohning bandasi bo'lmay ketay. Abduqodir domillam xalqni ma'rifatga, uyg'onishga chaqirdi. U boshlagan ma'rifat yo'li porloq, u mangu davomlashadi. Karvon to'xtamaydi. Alvida ustoz, yotgan joyim jannati bo'lsin. Alvida. Abduqodir Damulla erkin tasavvur qiladi. Bu birdamlik yoki bir qancha yillik mehnatning mahsuli emas. Balki uzun tarixiy asrlar mobaynidagi emgakning mahsuli. Yer muakkili hisoblangan daryo suyi tarixiy zamonlarda balki tuproqning yuqori qatlamlarini bog'-bog' qilib, suyib yalab oqqan bo'lg'iydi. Yillarning o'tishi bilan bu daryo yer yirtib, tabiatning gigant harisidek tinmay hardab, talvilarcha yor chiqib, qirg'oq so'qib, ondan kishining tasavvur kuchi yetmagudek bugungi kang ham cho'nqur daryo qinini hosil qilgan emasmi? Bu nima degan ulug' qudrat? Nima degan cho'nqur muhabbat? Agar shundoq bo'lmasa, uzundan uzun tarixiy asrlarning qudratlik ajri singmagan bo'lsa, bu qadar kang va cho'nqur eqin paydo bo'lmagan. Daryomu hayotiy kuchini namoyon qilib, ta bugungi qadar ravon oqmagan bo'ladi. Tuman. Hayot bo'lig'i qurmas, mehr shafqati uzilmas tuman daryosi. Sening shu qadar cho'nqur bitmas tugimas mehr muhabbating. Vaba aqidalaringga javoban inson bollarimi jim yotgani yo'q. Ular sening bag'ringda asrlar bo'yi zamzam suvlaringni o'tlab, yuragiga darmon elib, tinimsiz mehnat qildi. Ter to'kdi. Sening qismating, sening xislatingga tayinib, bo'z yer ichib teriqchilik qildi. Sening bag'ringda saman shamol bog', qo'rg'on nazar bog', do'ng bog' davlat bog', yana allaqandoq son-sanoqsiz mahalli kanitlarni, mevzor bog'larni barpo qilib, husnga husn qo'shdi. Tojingga uqa, libosingga zar chiltak taqidi. Bog'larda atir rayhon ko'klatib, butun vodangni yiqimli xushpuroqlarga to'ldirdi. Bu nima degan cho'nqur muhabbat? Nima degan ulug' amgak? Azizona Qashqarning bugungi misoli jannatdek husn jamoli, ulug' tabiat va ulug' insonlarning o'rtaq muhabbati, o'rtaq ijodiy mehnatlarining mahsuli albatta. Bu nima degan qimmatli tuhfa? Nima degan ulug' yodgorlik? Agar shundoq bo'lmasa, bugungi Qashqar qandoq shakllansin? Daryo suyining kumush eqiniga qarab, cho'nqur xiyolga patgan Abduqodir Damulla bir hazodan keyin beshini ko'tarib oldiga qaravedi. Uning ko'z nuri shaharni xuddi ajdahodek o'rab yotgan qilin va egiz sepilg'i urildi-da, ko'zlaridan o't chaqnab ketgandek bo'lib, la'natdab qattiq varqirab tashladi. Kek soqoli g'azabdan dir-dir titraydi. Sen ajdaho, sen bug'mi yilon, sen qon ishkuchi yalmavuz, beshimizga tushgan ofat, sha'nimizga dog', tariximizga nuqson sen. Chet ellarni ziyorat qilib kelgan Damullamdek hur fikrlik, pazdu kamolatlik odamlarga o'tir asrning Hisar qo'rg'onchilik nusxalarining saqindilaridan bo'lgan bu sepillarning shaharni bo'g'ib, mo'min bandalarning qiynini sho'rab yotgan bo'g'mi yilondek ko'rinishi ajablanarlik emas albatta. Ana, Yorbog' darvozasi, To'shik darvoza, Qum darvoza, Qorqiy darvoza, Nobeshi darvoza, Yumiliq shaharning ishki darvozasi,
Har biri ajdahoning qopdek echilgan yovuz og'zi yoki 7 darvoza, 7 boshliq yalmovuzning 7 og'zi emasmi? Bu darvozalar har kuni minglagan, tumanlagan odamlarni, ot uloq, mol varallarni, o'tinchi, bedichi, somonchilarni, g'alla paraq topshirg'uchilarni, bug'doy qo'noq, tuz, guruch, o'rik, shaptul, qo'g'un, tovush sotquchilarni, turlik hunarvan kosiblarni dam tortib turdi. Ularning go'shini chaynab, ustiqinini purqib, suyini sho'rab, sho'pik qilib chiqirib turdi. Bu nima degan dahshatlik, nima degan qo'rqinchli taqdir, ha? Hayotliq o'ziga taalluq bo'lgan imkon ichidagi cheklik taqdir yo'lida ixtiyorsiz o'lim manziliga ketayotgan karvon. Ehtiyoj va muhtojlikning dasht boyovalarida samo selib cho'rgilayotgan darvish. Shunga bugun bu sepil 10 minglagan kishilarning qinini sho'rab, ustixonlarini purqib chiqarayotgan bo'lsa-mu, atisi yana 10 mingi sepil darvosidan shaharga kirib turdi. Ehtiyoj mollarni qushxonaga qanday qaydab borgan bo'lsa, muhtojlikmi odamlarni shaharga shunda qaydab keladi. Bu ehtiyoj bilan muhtojlik dahshati samo selib cho'rgilash bo'lmay nima? Ahvol shunda qishgan, aslida qo'rqinchli ko'ringan dahshatli taqdir odatdagi bir ishga aylanib qolgan. Shuning bilan sepildan iborat bu qo'rqinchli qonxo'r ajdahomu qo'rqinchli sezilmaydigan bo'lib qolgan. Buning ajablangudek yana qandoq yeri bo'lsin? Kerambog' oldida Hoji Qutlug' Shavqiy qatorliq qarshi elishga chiqqan bir to'p xalq Abduqodir Domollamga talpinib berib ko'rishdi. Ba'zanlar quchoqlashib, ba'zanlar qo'l elishib ko'rishadi. Ba'zanlar tavob qiladi. Bu yerga necha kundan buyon Domollamning kelishidan xabar tepib, yo'liga qarab intizor bo'lgan Domolla mudarrislar, xalpat toliblar, shahar boylari, savdogarlar, hunarvan kosiblar, odamga emas, ilmga hurmat qilishni biladigan kishilarning hammasi to'plangan edi. Xalq to'pi Domollamni o'rib elishdi. Keyin jo'shqinlik dengizidek choyqilib shahar tarafga oqdi. Yorbog' darvozasiga kelguncha qarshi olg'uchilar to'pi teximi cho'ngaydi. Qo'l elishib ko'rishimiz, tavob qilamiz deguchilarning ko'pligidan o'ngishliq ilgirligili bo'lmaydi. Anjon rastisidan o'tib, Eydgoh maydoniga yetganda xalq to'pi dengizga aylangan. Maydonni shovqin qoplagan edi. Hayvatlik Eydgoh jamoasining cho'ng darvozasi oldidagi palampaylik supida Abduqodir Domollining ustozi, Shayxul Ulamo deb nom olgan Molla Islom Domolla intizorlik bilan to'p ichiga qarab turadi. Uning yon yiqida Obul Qosim Domolla, Molla Abdug'ufur Domolla qatorliq bir qancha ulamo ashraflar qator turadi. Shu qatorda yana Qashqarning peshvosi deb atalgan Harambog' qatorliq o'toqliq cho'ng-cho'ng boylarni qarshib turadi. Qizg'in ko'rishishlar bir hoza davom qilgandan keyin takbir o'qilib, hammaylar joma ichiga kirishdi. 10 mingdan ortiq namozxon sig'adigan joma saynosi odamlar bilan liq to'lgan edi. Domollamga bo'ylab qaragan xalq to'pi xuddi bahor shamolida yenik chayqilayotgan ko'l suyidek mayin to'lqinlanadi. Taklif va talabga binoan Abduqodir Domolla egizrak supiga chiqib jamoat bilan didorlashdi. Domollam kamtarlik bilan keng jamoatga salom berganda, jamoatmu alayk elib salom qaytirdi. Odam bek ko'p bo'lganlikdan bu chaqdagi ovoz xuddi yer tavrigandek, yer tegidan durildab butun saynoni larsiga keltirgan edi. Domollam hamd sano aytib, hadis sharif Qur'oniy Majiddan bir muncha oyat o'qigandan keyin ovozini ko'tarib so'zlashga boshladi. Ustozlar, qarindoshlar, dedi u atrofga takshi nazar tashlab. Uning hayajondan titragan ovozi ta'sirlik jaranglaydi. Kamina, naloyiq o'g'lonlari azizani yurtining
ulug' xalqining o'zi uchun ko'rsatgan dag'dug'liq tantana va dabdabalik izzat ikromlari oldida nihoyat qattiq xijolat chekmoqda. Chunki noqisliqim ko'p. Hala bugungi kelgucha vatan, xalqim uchun arzigidek bir xizmat ko'rsataliginim yo'q. Ammo bu qitim qaytib kelishda vatanim, xalqim jiddiy talab qilayotgan bir muvaffaqiyat olg'ash keldim. Men mushu muvaffaqiyat bilan har qaysilarini tabriklamoqchiman. Xalq dengizi yenik chayqalib gurildashga boshladi. Damollam so'zining davomini boshlash bilan tang gurildash shappida to'xtab, atrof tiniq ko'l suyidek tinch holatga kirdi. Damollam davom qildi. Hammaga ma'lumki, buningdan bir necha yil ilgari usuli jadid harom. Uni o'qish dahriylik deydigan bema'na. O'kti fatvo ostida vatandan ketgan bo'lsam, bu qitim Buxorodagi ulug' ustozlar va ulamolardan usuli jadid vojib. Uni o'qish zarur deydigan odil fatvo elib qaytib keldim. Ming qatli shukrki, bu qitim yana irodamdan qaytmay, avvalgi maslikimda ching turib, xalqimizni uyg'otish, xalqimizga ma'rifat va manfaat berishdan iborat to'g'ri kasbni qat'iy davom qilmoqchiman. Qarindoshlar, bu qitimqi hijrat safarimda boshqa yurtlarni ko'zdan kechirib, o'z yurtimga qiyosan silishtirib, o'tirda osmon zamin farq borligini tunib keldim. Boshqa allarda katta uyg'onishlar bo'ldi. Ular dehqonchilik va sanoatni ko'p ilgirlab ketdi. Hala biz bo'lsak, nodonlik, jaholat uyqusida yatmoqdimiz. Biz qachongacha yatimiz? Qarindoshlar, uyqu o'limning muqaddimasidir. Agar uyqumizni ichib, hoshimizni topmaydigan bo'lsak, holimiz xarob bo'lur. Istiqbolimizni tasavvur qilg'ili bo'lmas. Hurmatli qarindoshlar, biz borgancha parchalanmoqdimiz, yimirilmoqdimiz. Oramizdan ittifoqlik ko'tarildi, niyatlar buzildi. Qarindoshlar o'zaro arozlashib, yot kishilardek o'tmoqda. Bir-birimizning zavolini tilab, kim o'lsa, kim vayron bo'lsa, uning uy hoylisini, taalluqotlarini setib olsam deyishib, bas-bas bilan pul to'plashmoqdamiz. Bir-birimizga zavollik, vayronlik tilash halokatga yuzlanganligimizning bishorati. Insof, diyonatdan chatlagan bu xil pos xiyollar bizni hukmron o'rnida turganlikdan butun harakatlarimiz o'sha pos xiyollarga band bo'lib, umumiy g'am, umumiy xalq, umumiy islomiyat g'amini aslan chiqarmoqdamiz. Asorat kishillardan nijotlik tepish andishlari asyodimizdan ko'tarilmoqda. Qarindoshlar, bizda bir olvosdi borki, bu olvosdi men paloni, men Pustoniboy avlodi, Qozi Kalon pushti, Shayxzoda, Valizoda deb kelib, bizni to'g'ridan choshqandek chechib tashlab, istibdodga qul qilib bermoqda. Natijada biz hozir o'z beshimizda o'zimiz yong'oq chiqib, meg'izni zolimlarga yegizdigan, o'z go'shimizni o'z yeg'imizda qo'rib, qozon kavob bilan istibdodchilarni boqadigan bechora sohibxonaga aylanib qoldikki, buni tushunadigan aql farosatlarimiz xaralashmoqda. Qarindoshlar, o'zimizning bechora holimizga ich og'irtayli. U bir oz to'xtab elib, ommaga ma'yusona nazar tashlagandan keyin birdilla chiroyiga g'azabli tus elib davom qildi. Qarindoshlar, bizda yana mahallavozlik, yurtvozlik deydigan yana bir olvosdi bor. Bu olvosdi bizni Qashqarlik, Oltishliq, Opolliq, Shoptolliq deb yurt mahallaga ayirib, ittifoqsizlik urug'ini chechib, ishti o'rnida talash tortish qilmoqda. Biz o'zaro talash tortish qilishsak, muxolifatchilar, mustabid hukmronlar shu qadar xush bo'ludiki, arazliklarimizdan foydalanib, bizni texmo ching bo'g'ib, qimir qilolmaydigan holatga keltirib, o'z yeg'imizni, o'z go'shimizni qo'rib yeb, o'zlarini samirtidir. Qarindoshlar, bu illatlarimiz yana shu nodonlik va ma'rifatsizligimizning alomatidir. Biz bu illatlarimizni irg'itib tashlab, ulardan vaqtida qutulishimiz kerak. Buning yagona yo'li ma'rifat va islohotdir. Alloh bizni maqsadlarimizga yetkazsin. Amin.
Әтісіден башлап Қашқар адeti bo'yicha ko'rishishlar, salom berib hordiq so'rashlar, ziyofat mehmondarchiliklar boshlandi. Ziyoratga kelib ketib turgan odamning ko'pligida Domullamning eshik oldi va hovli ichi bir qancha kungacha guzardek qizib ketdi. Ommaning bu qizg'inligi Domullamning hurmati, sharbining qanchalik ishkanligini shoya qiladi. Ziyofat mehmondarchiliklarmu shundaq zich bo'ldi. Kuniga kam bo'lganda 2-3 yerga berishga to'g'ri keladi. Mashhur bog'larga uyushtirilgan bazmilarga, oyvonliq, osti-usti taxtayliq, tam to'rislari turli gul naqshlar bilan bezalgan ozoda mehmonxonalarda o'tkazilgan ziyofatlarga qadam tashrif qiladi. Sohibxonalarning mahfillari navbat bilan Domullamning ishigiga taqilib turadi. Qashqarning an'anaviy ziyofatchiligidagi cho'ng dasturxonlar, ularga tizilgan turli meva-chevalar, har xil nozu ne'matlar, chekidan oshgan sipoyigarchiliklar, izzat ikramlar, aqlni lol qilgudek xush-xushlar, qo'l qovushtirib ta'zim qilishlar va boshqa rasmiy qoidalar kishini qoymoqtiradi. Bu ishlarga agar har qanday mehmon o'shar turmaydigan bo'lsa, osonla xudini yo'qitib, o'zini tutib ololmay qoladi-da, Qashqarliklar nazarida izzatini bilmagan, obro'y ko'tarolmagan nobob mehmonga aylanib qolishi mumkin edi. Agar rostdan shundoq bo'lib qolgan har qanday mehmon nohiyda chopsonla Qashqar xalqining nazaridan tushib ketadi-da, o'ng'ayla qarshi elinmaydigan kishiga aylanib qoladi. Lekin Abduqodir Domullam undaq odamlardan emas edi. U o'zini tutib elishni biladi. Kamtar edi. Shunga u al nazaridan tushmadi, balki barxancha hurmat topdi. Domullamning sharpiga berilgan ziyofat o'ltirishlarda kitob o'qilib, masala bayon qilinadi. O'qilgan iboralarga Domullam ma'no aytadi, masalalarni yeshatdi. Domullam shundoq notiq ediki, qizib ketganda qo'lidagi choyni, oldidagi taomni unutib qoladi. Ba'zida burg'isi tutgan nor to'gidek og'zida ko'piklar qaynaydi. Ba'zida bulbuldek xushnavo sayrab, hammani mast mustag'raq qiladi. Domullam ma'no aytganda, kitobiy so'zlarga esilib olmasdan, an'anaviy chambaraklarni bitchit qilib, jahon taraqqiyotidan, real hayotdan, hozirgi zamondan, bugungi turmushdan, navbatdagi jiddiy ishlardan amaliy misollar elib, qilni qirqqa yerib, kishilarni hayron qoldiradi. Qaloqliq, xurofotliq va boshqa nuqson illatlarni aski mozni tutagandek tutib tashlab, islohot, ma'rifat, taraqqiyotni kuchli tashabbus qiladi. Xulosa fikrlarni xuddi to'mirdan o'rilgan o'kuldek naq joyiga tekkizib, unumlik manfaat beradi. Domullamning mutoliyasiga daxil bo'lgan har qanday kishi, o'limi ashraflarmu, ziyolilarmu, dehqon kasblarmu muayyan manfaatga ega bo'lib, rozi bo'lgan holda ich-ichidan xushal bo'lishadi. Barmoqning kalmiki bor degandek, Domullammu ustozlarni, Domullu mudarrislarni, boylarni, tiytay-shitaylarni yo'qlab, ular bilan suhbatlar o'tkazdi. Havo ochiq bir kuni, choshgoh vaqti bo'lgan chaq. Abduqodir Domulla bir qancha Domulli xalfatning hamrohligida hamroh boyning shahar ichidagi hovlisiga keldi. Baxtga yarasha boy uyda bor edi. Uy xizmatkori xabar qilg'ili kirib ketdi. Hamroh boy Qashqar bo'yicha katta boy edi. Shaharning siyosiy, iqtisodiy jon tomirini o'z qo'lida tutib, tiytay-shitay ombol beglardan tortib, qozi Quzat, Domulla, mudarris, ishon shayxlargacha hammani olqinida o'ynatib kelayotgan mundoq katta boyning uyiga fotiha qilmay bo'ladimi? Adab qoida yuzasidan aytgandimu, fotiha qilish zarur edi. Chunki bu Zardar boy Abduqodir Domulli kelgan kuni qarshi elib, e'tigohda qozi Quzatlar qatorida turgan emasmidi? Shuning yondirqig'i bo'lsa-mu, fotihaga berib qo'yish kerak albatta.
Uning ustiga Abduqodir Damulla Hamroh boyning fikrini anglab qo'yishni hammadan muhim deb hisoblaydi. Chunki bu odam butun Qashqar bo'yicha mutaassib kuchlarga vakillik qiladi. O'yli xizmatkori xabar ochiqqandan keyin "Xush marhamat" dedi-da, qo'sh qanotliq eshikni uliq echib, mehmonlarni ho'yliga taklif qildi. O'yla kichikroq bo'lsa-mu, qurilishi huzur ham ko'rkam edi. Saroyga tutashgan g'arbiy tomdan boshqa 3 tarafga 2 qavatli qilib, butunlay yog'och materiallar bilan selingan peshayvonliq uylar huzurligi, yig'inchoqligi, ko'rkamligi bilan kishini hayron qoldiradi. Qurilishning ostinqi qaviti zich selingan sklad va xizmatkorlar o'ltiradigan kichik uylardan iborat edi. Üstünki qavatdagi mehmonxona uylarning osti butunlay taxtay bo'lib, üsti vosi jup qilib yepilgan edi. 2 metr kenglikdagi aylanma peshayvonning osti taxtay. Üsti vosi jup qilib yepilgan bo'lib, o'lchamlik 10 tal to'rikka qo'ndirilgan edi. To'riklarning osti tarafi naqshlik agma. Osti tarafi gullik targ'oqlar bilan tutashtirilgan edi. Üstünki qavatdagi 3 dahliz, 6 eg'iz mehmonxonaning shakli, cho'ng kichikligi asosiy jihatdan o'xshash bo'lib, har bir dahliz uydan o'ng va so'lga qayrilib, qo'sh qanotliq eshiklar orqali cho'ng 2 mehmonxonaga tutishadi. Uy ichi butunlay gech suvoq bo'lib, sarg'ush novatrang tovlanib turadi. Tomning sarrob deb atiladigan yuqori qismi muvofiq kenglikda 2 tarafga davomlashadigan ko'tirma naqshlar bilan zinnatlangan edi. Har bir uyda 2 dan yo'g'on deriza, birdan qo'sh qanotliq eshik bo'lib, ochiq havo rangli sirda sirlangan edi. Ishkili yuzi havo rangli sirda sirlangan deriza qopqoqlarining ich va sirt yuziga ochiq ranglar qilib so'gatgul sizilgan edi. Qopqoq echilsa-mu, yepilsa-mu, bu so'gatlar xuddi rost guldakli chaqnab ko'zga tashlanib turadi. Umuman, o'yla shakl tuzilishi jihatda bo'lsin, mayli yog'och o'yma, gech qapartma naqshlarning nafisligi jihatda bo'lsin, Uyg'ur me'morchiligining go'zal simosini namoyon qilib, kishini hayron qoldiradi. Targ'oqqa tizilgan tashtaktik gullar, qizil gul, atir gul, Onargul, qo'g'ingul, yana allaqandoq rangdor gullar o'yli simosiga alohida husn qo'shib turadi. Mehmonlar palampay orqali ustunki qavatga chiqdi. Qapasdagi shatutalar mehmon keldi deb sayrashdi. Tiniq suvdek jimjit ho'yli ichi shatutalarning jarangliq ovozida jonon chinidek jaranglab ketgan edi. Mehmonlar hayron bo'lgan tarzda shatutalarga qarashdi. Har bir kishining kollasida shohona qasr deydigan bir tuyg'u xuddi cheqindek chaqnab o'tdi. Shimoliy tomdagi mehmonxonadan qasr egisi Hamroh boy ko'rindi. U bo'ynini so'zib mehmonlarni ko'ribla oldirib tinab peshayvonga chiqdi. Xuddi izzat hurmat ko'rsatishning qaysi bir xilini qo'llanishni uqolmay o'liqqan artistek tamtarab, keklikdek yo'rg'ilab kelib, aziz mehmonlarni qarshi oldi. Assalomu alaykum domillam, qadamlariga muborak, dedi u xushliqi ichiga sig'magan qiyofatda qizg'in ko'rishib, lekin ko'zlaridan takallufning saxtaligi ko'rinib turadi. U boshqa mehmonlar bilan qo'l elishib ko'rishayotgan chog'damu domillamga qarab, "Men texi Domilla Abduqodirning muborak qadami biz tarafga yetmaydigan bo'ldi deb turatdim. Yetdi ekan, ha? Yetdi ekan" deb ta'na qildi. "Nima deganlari bu?" dedi Domilla sezgurlik bilan javob berib. U hayron bo'lgan qiyofatda boyning ko'ziga qodilib turib davom qildi. "Janoblarini ziyorat qilmaslikka ko'nglimizga o'nimas. Haddimizmi emasda?" Bu so'zga boymu boshqa mehmonlarmu sus kulishdi. Ongacha mehmonlar kashlarini sirtda qoldirib mehmonxonaga kirdi. Birli parcha Eron nusxasidagi gilam selingan. Tom yoqilitib, baqasam ko'rpalar tashlangan ozoda mehmonxona derazadan tushgan yo'riqda misoli bir chimansordek jilvillanib turadi.
Xo'sh, yuqoriroq o'tishsizlar. Hamroh boy garchi Abduqodir damullaning qalqon ko'tarib, naysiga taqobil turibla qolmasdan, oxirida haddimiz emas deb qaytirma hujumga o'tganligini tushunib tursimu, darmahal javob berishni xohlamagandek izzat ko'rsatish bilan bo'lib xeyli vaqtni oldi. Mehmonlar baqasam ko'rpalar ustidan o'rin elib, Fotiha qilgandan keyin ahvol so'rashdi. Shu asnoda boy bir oz o'ylanib tayyorlik ko'rib olgandan keyin so'z ochdi. Sizlar degan olim odam. Bizning xonalarimizga qadam tashrif qilishlari oson emas. Hamma odam olimning xizmatida bo'lsaq deb fursat talashayotgan qiziq bozorda haqiqatan oson emas, dedi u muloyim so'zlab. Ortiq ketdi, ozor bo'ldi. Mubolag'a chekidan oshqanda muzammatga o'yinlarmikin taqsir, dedi damulla kinoyilik kulimsirab. Xizmatkor choy ko'tirib kirib, so'zning beliga tepdi. Xizmatkor choy quyib, har bir mehmonga patnus bilan choy sunib bo'lgandan keyin asta chiqib ketdi. Xo'sh, marhamat, dedi boy mehmonlarni choyga taklif qilib. Ondan o'z ko'ngliga xilop holda kulimsirab, mehmonlarga tishining eqini ko'rsatib turib so'zga kirishdi. Damullamning shahrimizga qaytib kelganligi ajoyib zo'r xushallik bo'ldi. Men bunchalik zilzila bo'lib ketadi deb o'ylamabdim. Nima degan katta dag'dog'a, nima degan kuchli zilzila bu. Buning ichida bizlimi bor. Hammamiz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik-ku. Boy o'z so'zining ta'sirini bilmoqchi bo'lgandek sinchi ko'zlari bilan mehmonlarga qarab chiqdi. Ammo uning ko'zi birmu mehmonning ko'zi bilan uchrasha olmadi. Chunki ularning hammasi yerga beqib o'ltiradi. To'rda o'ltirgan o'ttiri bo'y, ustixonliq, kang ko'kraklik, yo'g'on bosh, o't ko'zlik kelgan. Beshig'a chaqong'ini salla o'rab, oddiy kiyingan Abduqodir damulla bir qarasa boyning so'zini quloq selib anglayotgandek. Bir qarasa anglag'usi kelmayotgandek qiyofatda dostixonning bir burchisiga qargan bo'lib, yerga beqib o'ltiradi. Damullamning hamrohlaridan daroza qomatlik, o'ttira atlik, bedi soqol, qo'yuq qoshliq, yo'g'on dastar o'rg'an peshqadam muddaris bilan vejik badan, ushtuq soqol, kang peshonilik, o'ri ko'z kelgan Hoshim imommu beshini to'van selib o'ltirishadi. Boy garchi ularning ko'zlarini uchirtolmagan bo'lsa-mu, so'zini quloq selib anglayotganligini bayqab, so'zini yana davom qildi. 8 jannatning go'zalliklaridan nasiba olgan bizning azizona Qashqar o'zidan yetishib chiqqan olim o'g'lonlari bilan faxrlanishnimi, ularga izzat hurmat qilishnimi obdan biladigan katta shahar. Shariat tariqat ro'noq topgan. Jami madrasalari o'z yo'li bilan yurishlashgan. Hunar sanoat, savdo tijorat kasblari gullangan. Olim o'limalari bilan iftixorga to'lgan bu shahar bizni qanday qadrlagan bo'lsa, bizning mushunda qadrlashimizga arziydi. Mana men shunday tushunchada aziz yurtimni qadrlayman. Buningga imonim komil. Shahar buningdan keyinmi suning eqishi, tukning yetishi degandek o'z yo'li, o'z yurishi bilan mengishi, texmi ro'noq tepishi kerak. Buning uchun men hech narsamni oyab qolmayman. Ay, dedi damulla toqatsizlik bilan beshini ko'tarib. Ondan boyning ko'ziga nayzidek tikilib, kinoyilik kulimsirgan holda davom qildi. Suning eqishi, tukning yetishi deb o'zimizni qaymoqtirib odatlangan qulluq aqidalarga mahkam esilib olsak, ro'noq topqili bo'lmasmikin taqsir. Haqiqiy ro'noq tepish, gullanishning yo'li zamonning talabi, xalqning orzusi bo'yicha ish ko'rishdir. Shunda qilish vatanni qadrlaganlik va oqilonlik bo'larmikin? Hamroh boyning chiroyi birdilla totirib ketdi. Damullamning taqsir deb urg'uluq jaranglagan o'ndashlik ovozi uni xuddi quloq tuyiga tuyuqsiz tekkan shapaloqdek gangirtib qo'ygan edi. U shu topda o'zini dadisidan ishki tasdak yeb, nasihat anglayotgan kapsiz bolaning o'rniga tushib qolgandek bechora his qiladi. U mundaq ahvolga tushib qoladiganligini mutlaq o'ylamagan edi.
u hamisha o'ziga so'zimni hech kim qaytara olmaydi. Hamma odam shartsiz qabul qilib, menga agishidu deb tamanno qo'yadi. Afsuski, bugun Abduqodir degan g'ayribiy kepan Mollachoq boyning shu qadar ko'p dunyo debni va tog'dek zo'r g'ururidan qirilib chiqqan tamanno qo'rg'inni bitchit qilib, kulni ko'k so'rivatdi. Ajaba, uning bu jur'at qayerdan kelgandi? Shu xiyollarni qilib ulgurgan boy ko'z qiri bilan o'ziga qodilib o'tirgan Abduqodir Mollachoqqa qarab cho'chib ketdi. Uning ko'ziga go'yo ilm-bilim quvvatidan g'ururga, haqqoniy talab, adolat taqozzosidan jur'atga to'lgan kuchlik bir simo ko'ringandek bo'ldi. G'urur faqat boyliqdan, jur'at qora kuchdan paydo bo'ladi deb tushunib kelgan bu boy hayron bo'lib, hech narsani tushunolmaydigan qopoqbosh bir maxluqqa aylanib qolganligini alam bilan his qilishga boshladi. Endi qanday qilish, so'zni qayerdan boshlash kerak? U tuzukroq gap topolmay huduqibli qoldi. Ammo o'ttinchisimu o'zangadan tushmabdi degandek, o'zining o'sil holatga tushib qolganligini chandurib qo'ymaslik uchun o'z qo'li bilan mehmonlarning piyolalariga choy jaqlagan bo'lib, o'zini o'ngshib olishga tirishadi. Damollan boshliq mehmonlar bo'lsa, uning chiroyidagi parishonlikni tomosha qilgach, chopsaroq bir nima demamsan degandek ko'ziga tikilib turadi. Hammadan yomoni so'zlash navbati edi. Növbet kelgan ekan, bir nima deyish kerak albatta. O'zicha shu qadar g'urur va izzat nafsga ega boyning bugun bir Mollachoqning oldida so'z qila olmay, g'ojilishib turib qolganligi katta nomus emasmi? Uningdan o'lim ming yaxshi. Bir nima deyish kerak. Nemadan qo'rqatdim? Murakkab xiyollar ichida oxir so'zlash qaroriga kelgan boyning nefis lablari titrashga boshladi. Lekin oncha xayol bo'lmayla, zo'rmuzur kulimsirab so'zga kirishdi. Zamonning taqozzasi, xalqning orzusi degan so'zlar anglanishdi obdan. Lekin ularning ichidan jadidlik, dahriylik kelib chiqmasili bo'ladi-ku. Shumi gap bo'ldimi? Jadidlikning qo'rqudek nimasi baqani? Dedi Damulla taajjublangan holda qattiq e'tiroz bildirib. Qo'rqudek hech yeri yo'q. Ammo nima uchundir o'zimni bilmayman. Jadidlik, dahriylik desla imonim 40 kez o'rlab, qo'yqichlarim tik turdi. Dedi boy sarg'ayib tortirib. Jadidizmni o'z ma'nosi bilan aytganda, yangilikchi, taraqqiyotchi deyishga bo'ladi. Bu yo'lni yangicha maktablar ichib, xalqqa ma'rifat beradi. Xalqni nodonlikdan qutuldirib, jaholatdan uyg'otadi. Asri saodat yo'lini ko'rsatadi deb tushunsak, buningdan munchivola qo'rqib, parakanda bo'lishning hojati yo'q taqsir. Dedi Damulla savrchanlik bilan tushuncha berib. Yo'q, mening davatqinim, dedi boy sal-pal duduqlab. Uning qonsiz lablari titraydi. Mening deydiganim, bizning Qashqarning Soni Buxoro deb danqi bor. Bu bir ilm ma'rifat bo'liqi, maktab madrasalari ko'p. Ulardan ma'rifat nurlari yetarli chechilib turdi. Shundaq turxliq, uning ustiga yana qavatlashning nima lozimi? Asalni ko'p yesa aman tetiydi degandek, tetiqsizlik bo'lib qolarmikin deymana. Masalni oqilona tushunish kerak. Dedi Damulla savrchanlikning oxirgi kuchiga tayinib. U ozroq bo'lsa-mu boyga ta'sir ko'rsatishni ko'zlab davom qildi. Masalan, qisqasi 15 yil, uzuni 20 yil madrasada o'qigan bir talibni tuzuk bir parcha salom xat yoza oladi yoki do'konda hisobot daftari tuta oladi deyish qiyin. Moshunda qatmal holatdan qutulish uchun yangicha maktablar ichib, qobil kotiblar, usti buxgalterlarni yetishtirib chiqish yurtimizning orzusi. Shuningdek, sizlarning ehtiyojlari. Shunda qilsak, buning nima ziyini? Qo'yinglar. Moshundaq gaplar bilan faqat xushim yo'q. Dedi boy g'o'dirg'an peti bo'ynini to'lg'ab. U xuddi o'ngmakchi bo'lgandek qo'lidagi piyolani dasturxonga yenik cho'rib yetib davom qildi. O'zimning kotiblarim, buxgalterlarim o'zimga o'lgichi yetib oshidi. U hozir mutaassiblikning oxirgi pallasiga chiqib olgan edi. Endi uning so'z kor qilmaydi.
Damullam o'rnidan qo'zg'alib etib, hadisda qiyomat kuni hammadan ko'proq azob chekkuchi o'z oilasini nodonlikda qo'yg'uchidir deb ko'rsatilgan. dedi cho'nqur bir ichki tuyg'u bilan. Uning chiroyi o'ngan. Qandoqdir g'azablanib tufayli ko'zlaridan o't chaqnagan edi. Sili degan katta odam, yurtning otisi, Xudo siliga yetarlik dunyo ato qilgan. Shundoq turuqliq, xalqimiz nodon holatda qolsa, gadinimizda qiyomat qarzi bo'lib qolmasmi? Hammamiz qiyomat azoblarini o'ylashimiz kerak taqsir. 3-bob jiddiy va zarur ishlar. Zanjoni kitob kunduzimizni kech qildi. Oltaylan idiq, yettilimizni g'ach qildi. Taliblar qo'shiqi. Ya Allah, nima degan to'liming ish bu? Atidan kashkicha mangan, turgan, bag'an, kelgan, yotini topqilib bo'lmagan. Odam xuddi sapon so'rgan uydak yerib ketadi ekan. Hatto 10 kun zish davom qilgan rasmiyatchilikka to'liq atrof g'orduq yetgan Abduqodir Damulla bugun qaytib kelibla udul kutubxonasiga kirdida yaktikini yeshib qo'ziqqa ildi. U bir oz arom olmoqchi bo'ldi. Uning horg'inlik yetgan badan beshi birdam so'zilib yetib, bir palla totliq uxlashni kuchlik talab qiladi. Shunga u kitob taktisiga yo'lab selingan ko'rpaga yaqinlab bordi-da, ixtiyorsiz holda ko'rpaga tashlanib, tagiga tortib so'zildi. Qor yomg'irdak to'kilib turgan uyqu zo'ridan ko'z yumdi. Lekin nima uchundir ko'ziga uyqu kirmadi. Uni navbatda qilishga tegishli jiddiy va zarur ishlar yotqizmayotdi. Oradan 4-5 minut o'tar o'tmayla o'rnidan irg'ib turgan Damulla o'ylig'i chiqdi. O'yla ancha cho'ng bo'lmasa-mu, lekin ixcham va pokiz edi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Xivir To'mirning Shinjan xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Abduqodir Damulla haqida qissa nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Burun chiqqan quloqdan keyin chiqqan munguz eshib ketibdi degan bir so'z bor. Bugun bu so'z yana bir martaba isbotlandi. Shuni unutmasligimiz lozimki, bizning shonliq tariximiz, saltanatlik davronimiz, ro'noq topgan zamonlarimiz bo'lgan. Zanjoni kitob kunduzimizni kech qildik. Oltaylan idiq, yettilimizni g'ach qildik.